Bugun Hadicha qizim qo'lidan eng mazali vaflini oilaviy yeymiz. Xolajonlari, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Quruq massalarimizni idishimizga solib aralashtirib olamiz. Ketidan iliq suv, tuxum sarig'i va eritilgan saryog' yoki margarin qo'shib, bir chekkaga aralashtirib olib qo'yamiz. Alohida idishimizga tuxum oqini va bir osh qoshiq shakarni qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib aralashtirib olamiz. Ikkala massamizni ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz va birin-ketin pishirib olamiz. Xohlagan narsalar bilan bezatishingiz mumkin. Ha, aytgancha, xolajonlari Hadicha qizimni duo qilib qo'yinglar. Xursand bo'lamiz-a?